Og'ir jinoyatlarga qo'l urib sudlanib chiqqanlarga saylovda ishtirok etishni taqiqlovchi qonun loyihasi parlamentning birinchi o'quvidan o'tdi. Bu haqda Jo'g'org'i Kengash raisi Dastan Jumabekov aytdi. Uning ma'lumotiga qaraganda yaqin orada ikkinchi o'qish bo'ladi. Bu vaqtgacha ko'plagan muhokamalar bo'lgan. Sababi odamni qaysi modda bilan qanday shartda sudlanganini ham yaxshilab tekshirib ko'rish kerak. Ularning siyosiy taqdiriga nuqta qo'yishdan avval o'ylanish kerak, dedi spiker. Raisning ta'kidlashicha, har bir qonun loyihasi qabul qilinishidan avval jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Hujjat bir oy davomida Jo'g'org'i Kengashning rasmiy saytida turadi. Shu sababli istagan fuqaro uni o'qib chiqib o'z fikrini qoldirsa bo'ladi. Qirg'izistonliklar musulmonlar din boshqarmasi hisobiga fitr sadaqani RSK bankidan o'tkaza olishadi. Bu haqda muftiyat bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasi bilan mazkur bank Ramazon oyida fitr berish uchun elektron tizimni ishlab chiqdi. Pulni masjidga olib kelmay, bankomat, terminal yoki RSK 24 mobil banking orqali to'lovlarni olib borsa bo'ladi. Eslatib o'tsak, bu yil fitrning miqdori har bir kishiga 35 so'mdan 480 so'mgacha hisoblandi. Bishkekdagi Milliy tarix muzeyi bilan Cho'lpon-Otadagi ot maydonining ta'mirlanishiga bog'liq jinoiy ish sudga oshirildi. Ish bugun 28-mayda Bishkekning 1-may rayon sudida qarala boshlanadi. Bu haqda Oliy suddan bildirishdi. Milliy tarix muzeyi bilan Issiqko'ldagi ot maydonini ta'mirlashdagi korrupsiya bo'yicha davlat xizmatlaridan ishlab ketgan 6 kishi ayblanmoqda. Ularning orasida prezident apparatining fuqaroviy rivojlantirish, diniy va milliy siyosat bo'limining sobiq yetakchisi Mira Qaribayeva va sobiq premyer-ministr Sapar Isaqov bor. Muzeydagi korrupsiya 1 yil avval ochiqqa chiqqan. Keyinchalik prokuratura uni ta'mirlashda davlat byudjeti 101,6 million zarar ko'rganini bildirgan. 27-mayda bir qancha jamoat arboblari bilan tarixchilar prezident Sooronbay Jeenbekovga xat yo'llab, Qaribayevani aybsiz deb hisoblashini aytishgan. Ular sud adolatli qaror chiqarishni hukumatdan so'rashgan. Bishkek issiqlik markazini modernizatsiya qilishdagi korrupsiyaga bog'liq qamoqda o'tirgan Sapar Isaqov bu vaqtgacha muzey bo'yicha qo'zg'algan jinoiy ishni siyosiy asosda qo'zg'algan deb aytgan. May kuni kechki soat 6lar atrofida Novqat rayonining Qulatib qishloq hududida maktab o'quvchilari ishtirokida yo'l halokati sodir bo'ldi. Avtomashina boshqarib ketayotgan o'quvchi yo'l chetidagi uyning to'sig'iga borib urilib, avtomashina to'xtamay ichidagi 3 o'quvchi qiz bilan uyning hovlisiga kirib ketgan. Jabrlanganlar o'sha kuni Qizilqiya shahar kasalxonasiga yetkazilgan. Hozirda mashina ichida qolib ketgan qizning ahvoli og'ir bo'lib, jonlantirish bo'limida. Voqea haqida batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. 24-may kuni kechki soat 6lar chamasida Honda rusumidagi avtomashina xuddi shu yerda ko'prikdan o'tib, uy hovlisiga kirib ketgan. Avtomashina ichidagilar esa atrofga yoyilib ketgan. Avtohalokat sodir bo'lgan yerda Qum maydon qishloq yashovchilari so'zlariga ko'ra, avtomashina ko'prik to'sig'ini buzib o'tib, keyin hovlidagi mol saroyini urib to'xtagan. Avtomashina tutay boshlagan. Mashinada o'quvchilar bo'lgan. Ular so'nggi qo'ng'iroq bayramiga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur narsalarni xarid qilib bozordan qaytib kelayotgan bo'lgan. Shundan so'ng tez yordam xizmat o'quvchilarini Qizilqiya shahar kasalxonasiga yetkazgan. Ana shu olmadan uchib keldi deb atat, bolam aytib, buni ko'rmadim men. Ha? Shu üstüden olma yeyilganmi, üstüge chiqqanmi bilmayim. Shunday bo'lgan, ol piramili qishaygan bo'yicha kelmanan suy qo'nib qoptir. Anam uni turishtiq bermey, bu bardi küp etib jig'ilib, shu jig'ilganda chaqilgan tushunib ketibdim men. So'raymi? Ha, chep ket chiqsin maylari deb shuni archib atganim edi. Kecha men oyoqdan urib qo'ydik, bu yoqni olib qo'ydik. Bola kelib kecha ananiki moddamis bitirib ketdi. Ayni vaqtda Qizilqiya shahar kasalxonasining travmatologiya bo'limida davolanayotgan 3 nafar o'quvchining holati qoniqarli. 2 qiz va haydovchining bosh miyasi chayqalib, oyoq qo'llari singan. Jamg'irda mashina orqasi tayib ketdi degan. Kirib ketdi chekaga. Tayib ketdi. Shu kirib ketdi. Shunday bo'ldi. Shu men lentaga borib lentani oldimdan uyga qaytayin deb atdim. Jamg'ir javob qizlar tashab qo'yishgan, tashab qo'yin deb chiqdim. Avtomashina ichida qolgan qizni holati og'ir, u jonlantirish bo'limida yotibdi. Qizni soni sinib, bosh miyasi chayqalgan. Avvalda jarati bedro John sandan singan, o'shandaylar tas suyaklar sinib o'rnidan jilib ketgan.
kelajakda buyursa yaqin kunlari tayyorlab turganlarda operatsiya qilishimiz kerak. Ушул мезгилде ал уже артта калды. Үчөөнүн өмүр коркунучу үйрөнмөсүндө жаткандан өмүрүнө коркунуч калып жатат азырынча. Yo'l harakati xavfsizligini nazorat qilish boshqarmasining so'zlariga ko'ra bungacha 21 maydan boshlab o'quvchilar qattiq nazorat qilinishi aytilgan. Kortej uyushtirgan o'quvchilarga Qirg'iziston Respublikasining buzilishlar haqidagi kodeksining 124-moddasiga ko'ra 7,5 ming so'm miqdorida jarima solib ogohlantirishlar berilgan. 21 may kuni Qulatov aymog'iga borib yozuv turida bildirganmiz. Только Qulatov emas, bardıq 17 aylık hökümetke bildirib berganmiz yozuv turida. Akır qo'ng'irovda bilim berүү mekamelerinin yetekçilerine eskertilib, bardıq eskertilgan. Eslatib o'tsak, bungacha O'sh shahrida maktab o'quvchilari so'nggi qo'ng'iroq tadbiridan keyin kortej bilan dam olgani chiqib, natijada maktab direktori ishdan olingan. Hilol Ashurova, Mahburat Alibayeva, Qimbat Abdusamad o'g'li, Ынтымак Botgan oblasi. Deputat Ekmat Baybaqbayev maktabgacha ta'lim haqidagi amaldagi qonunni o'zgartirishni taklif qildi. Uning fikricha, me'yoriy moliyalash modelini kiritish uchun huquqiy asosni tuzib, vakolatlarni cheklaydi. Ma'lumotga ko'ra, ota-onalarga bolalarning oziq-ovqatiga va ularni boqish uchun ketgan xarajatlarni yopish taklif qilinmoqda. Mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari zimmasiga binoni moliyalash va ta'mirlash ishlari qo'yildi. Deputat so'rovnoma natijasi bo'yicha respondentlarning 62% bolalarning oziq-ovqatini ota-onalar to'lash kerak degan fikrga rozi. Summa kuniga 36 so'mdan 75 so'mgacha aytilmoqda. Bildiruvga ko'ra, bugungi kunda mahalliy o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari Fan va ta'lim ministrligining ma'qulligi bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ochishmoqda. Personallarni moliyalash respublika byudjetiga tushdi. Mahalliy byudjetdan pulni maktabgacha bo'lgan bolalar uchun ovqatiga normadan 50% miqdorida o'tkazishmoqda. Aniqrog'i kuniga 18 so'mdan qaraladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarining infrastrukturasini moliyalashga mablag' ketadi. Eslatib o'tsak, Qirg'izistonda 1497 ta maktabgacha ta'lim dargohi bor. Uning ichidan 1325 tasi davlat, munitsipal, qolgani xususiy. Prezident So'rinbay Jeenbekov yaqin kunlarda ish safari bilan Qozog'iston, Hindiston va Saudiya Arabistoniga boradi. Bu haqda Prezident apparatining tashqi siyosat bo'limi rahbari Daniyar Sidiqov bildirdi. 28-29 mayda Qozog'istonning Nur-Sulton shahrida davlat rahbari Yevroosiyo iqtisodiy kengashining tadbiriga qatnashadi. 30 mayda Hindiston premyer ministri Narendra Modining chaqiruvi bilan Hindistonga ish safari bilan boradi. Safar davomida hindistonlik liderning inauguratsiya marosimida ishtirok etadi va ikki tomonlama muzokaralarni olib boradi. Bundan tashqari 31 mayda ikki muqaddas masjidning nazoratchisi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudning taklifi bilan Saudiya Arabistoniga uchadi va Makka shahrida bo'ladigan Islom hamkorlik tashkilotining 14-sammitiga qatnashadi. Qirg'izistonning taniqli yo'lchi sportchisi Asel Sadirova shu kunlarda Turkiyada o'tayotgan Fetih Sultan kubogiga bag'ishlangan musobaqaning final bosqichiga chiqdi. Bu haqda o'lkaning Salburun federatsiyasi prezidenti Almazbek Aqunov o'zining Facebook'dagi sahifasiga yozdi. Uning aytishicha, Asel bugun 28 mayda Turkiyaning yo'lchi qizi bilan finalda bellashadi. Umumiy bo'lib Turkiyada o'tayotgan yirik turnirga 60 davlatning eng yaxshi yo'lchilari qatnashgan. Shu sababli u dunyodagi yirik musobaqalardan biri bo'lib hisoblanadi. Eslatib o'tsak, Asel Sadirova Issiqko'lda o'tgan 3-jahon ko'chmanchilar o'yinida oltin va bronza medallari sohibasi bo'lgan.